Oldinlari nafas olishga qiynalardim, tomog'im tez-tez og'riverardi. Burun spreylarini ishlatardik. Tomog'imga ko'p doktorlarga, lorlarga boraverardik. Operatsiyadan qancha yengil bo'ldim. Mazal nafas olmam. Tavsiyam shu operatsiya qildiringlar, yengillashasizlar. Xo'p, bu bolamizda bir hafta oldin septoplastika, adenotamiya, plus tonzillektomiya operatsiyasi o'tkazilgan. Bittada 3 ta operatsiya o'tkazilgan. Hozir mana burnidagi splentlarni yechdik. Burun to'siqlari tekis, alhamdulillah mana o'g'ilning dimog'igacha ko'rinib turibdi. O'ng tarafi, chap tarafi, mana shu tarafida chiqib ketgan edi juda ham. Chiqib ketib tegib qolgan edi. Mana hozir tekis turibdi. Burningdan nafas olish qanaqa? Zo'r. O'zgarish bormi? Ha, bor. Oldingiga nisbatan yaxshimi? Ha. Xudo xolasa hali. Nafas olishga qiynalardim-da. Hı. Hozir yaxshi.